Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Muhacirat yaşayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz 11 ayning sultoni muborak Ramazon oyini suyimlik vataniga, shundaqli vatandagi ota-ona, urug' tuqqan va do'st yaranlarga ham qadrdan xalqiga bo'lgan cheksiz seg'inish tuyg'usi bilan azob, g'ashlik va mayuslik ilkida kutib olishga majbur bo'ldi. Dunyo qurultiyining raisi Dolqin Ayso apandim bugun Ramazon oyining yetib kelganligi munosabati bilan e'lon qilgan tabrik so'zida butun dunyo musulmonlarining, jumladan Sharq Turkiston xalqining Ramazon oyini muboraklash bilan birga muhacirat yaşayotgan qarindoshlarimizni ushbu muborak oyda o'zaro ixtilof va adovatlarni kallasidan chiqarib etib, o'zaro sevgi va ittifoqlikni yanada kuchaytirib, vatanda zulm ostida jon talishayotgan xalqimizning hurligi va ozodlik uchun milliy mustaqillik kurash yo'limizda birlikda ilgirlashga chaqirdi. Dolqin Ayso apandim Ramazon oyi munosabati bilan bugun e'lon qilgan yozma tabrikida yana mundaq deb ko'rsatdi. Bu ulug' oy, ulug' kunlarda har birimiz ibodatimizda Janob Allohdan vatanimiz Sharq Turkistonga ozodlik. Bu ulug' oy, ulug' kunlarda har bir ibodatimizda Janob Allohdan vatanimiz Sharq Turkistonga ozodlik, xalqimizga hurlik tilayli. Öz xalqimizning hurligi va erkinlik yo'lida shahid bo'lgan aziz shahidlarimizning ro'yiga atab duo qilayli. Ularning sevimli ota-ona, urug' tuqqanlarga sabr toqat tilayli. Har qatimliq iftorlarimizda, duo tilovatlarimizda Janob Allohdan Xitoyning zindonlarida azob oqibat chekayotgan sonsizlagan botir azmatlarimizning erkinlikka erishishini tilayli. Ko'z yoshlarimiz har zaman vatan ichidagi mehribon xalqimizning ko'z yoshlari bilan birga bo'lsin. Mana bu muborak oyni Janob Allohning buyrug'inday xayr saxovat, ihson, shafqat, birlik, ittifoqlik, do'stlik, hamkorlik va sevgi muhabbat aylantirayli. Ushbu muborak oyda Xitoyning va har qaysi ellarning turmalarida va lagerlarda azob chekayotgan qarindoshlarimizga Allohdan kuch-quvvat, nusrat va hurlik tilayli. Ularga yordam qo'limizni sunishni bir insoniy, milliy, diniy va qarindoshlik burchimiz deb bilayli. Hammamiz o'zaro ixtilof va adovatlarni qalbimizdan chiqarib etib, vatani zulm ostida jon talishayotgan xalqimizning hurligi va ozodlik uchun milliy mustaqillik kurash yo'limizda birlikda ilgirlayli. Dunyo qurultiyining raisi Dolqin Ayso, qurultay bayonotchisi va qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay erkinlardan tarkib topgan qurultay hay'ati navbatda Janvada chaqirilayotgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining 52-chi navbatlik yig'iniga qatnashish uchun 21 mart Janvaga yetib kelgan va yig'in jarayonida ko'plagan davlatlarning vakillari va BDTning munosabatli xodimlari bilan ko'rishib, suhbatlashish fursatiga erishgan edi. 22 mart kuni mazkur yig'inda so'z qilish fursatiga erishgan Zumratay Erkin Xitoyni BDT kishilik huquq oliy komissarligi tarafidan o'tgan yil 31 avgustda e'lon qilingan dokladda o'ttirib qo'yilgan tavsiyalarga amal qilishga, BDTga a'zo davlatlarni BDT kishilik huquq oliy komissarligining dokladini amaliy harakatlari bilan qo'llashga chaqirdi. Zumratay Erkin so'zida BDT kishilik huquq oliy komissarligining dokladida Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan qilmishlarining insoniyat qarshi jinoyat shakllantirish mumkinchiligining barliq o'ttirib qo'yilganidan buyon BDT irqiy ayrimchilikqa qarshi turish komitetining o'tgan yil 11 oyning 23 kun doklad e'lon qilib, har qaysi davlatlarning kishilik huquq tajovuzchilik va irqiy ayrimchilik qilmishlarini to'xtatish haqida ogohlantirganligini, xalqaro emgak tashkilotining yaqinda doklad e'lon qilib, Uyg'ur majburiy emgaki masalasiga yaqindan diqqat qilayotganligini o'ttirib qo'yganligini, BDTning boshqa munosabatli organlarining Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishlarini ayblab bayonotlar va dokladlar e'lon qilganligini, BDT iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquqlari komitetining yaqinda e'lon qilgan dokladida Sharq Turkistonda insonlarning turli haqlarining og'ir darajada dafsanchilik uchrayotganligining bayon qilinganligini eslatib o'tish bilan birga, afsuski hozir qadar BDT bexatarlik kengashining insoniyat qarshi jinoyat ishlayotgan davlatlarni javobgarlikka tortish uchun hech qanday amaliy harakat qo'llanmaganligini tanqidladi. Zumratay Erkin so'zining oxirida Xitoyni BDT kishilik huquq oliy komissarligi tarafidan e'lon qilingan doklad o'ttirib qo'yilgan tavsiyalarga amal qilishga, BDTga a'zo davlatlarni BDT kishilik huquq oliy komissarligining dokladini amaliy harakatlar bilan qo'llashga chaqirdi. 27 fevral boshlangan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining 52-chi navbatlik yig'ini 6 aprel kunigacha davom qiladi. Yaqinda Dunyo qurultiyi ayollar komiteti BDT yig'iniga parallel holda Janvada Uyg'ur ayollar duchor bo'layotgan ichinishli tragediyalar haqida guvohlik yig'ini chaqirgan edi. Dolqin Ayso boshchiligidagi qurultay hay'atining Janvadagi faoliyatlari BDT yig'ini oxirlashgan qadar davom qiladi.
Amerika Uyg'ur kishilik huquq qurilishining taklifiga asosan Amerikaning har qaysi sohalarga o'zlarining lagerdagi kechirmishlari haqida guvohlik berish uchun 21 mart Amerikaga yetib kelgan Gollandiyadagi lager shohidimiz Qalbinur Sidiq bilan Fransiyadagi lager shohidimiz Gulbahor Xotivachilar 22 mart kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandimning o'rinlashtirishi va hamrohligida Amerika Davlat Majlisini ziyorat qilib, 10 ga yaqin Davlat Majlisi a'zosi va ularning yordamchilari bilan ko'rishib suhbat ilib bordi. Shundaqla ular Amerika Davlat Majlisida yangi qurilgan Xitoy qarshi komitetining raisi Mike Gallagher apandim tarafidan o'rinlashtirilgan muxbirlarni kutib olish yig'iniga qatnashib, Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarining mayiti va lagerlarda insoniyat qarshi yurgizilayotgan turli vahshiy jinoiy qilmishlar haqida guvohlik berdi. 22 mart kuni Xalqaro Jumhuriyatchilar instituti bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilish birlikda lager shohidlarimiz Qalbinur Sidiq bilan Gulbahor Xotivachilar uchun maxsus suhbat yig'ini uyushtirib berdi. Suhbatda Amerikadagi qozoq lager shohidimiz Gulzira xonim birga bo'ldi. Mazkur suhbat yig'iniga Amerika Tashqi ishlar ministrligi va har qaysi davlat organlarining xodimlari va xalqaro tashkilotlarning vakillari qatnashdi. Suhbat yig'inida jasur lager shohidlarimiz o'zlarining lagerda beshidan kechirgan ichinishli tragediyalarga birlashtirgan holda Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini amaliy misollar bilan yo'ritib berdi. Dunyo Uyg'ur qurultayining Minxon shahrida qurultay markaziy organ uchun maxsus ishxona setilish haqidagi chaqiriqi chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimizning, siyosiy faoliyatchilarimizning va avom xalqimizning qizg'in qo'llashiga erishib kelmoqda. Avstraliyada yashayotgan peshqadam kurashchimiz va milliy ustozimiz Ahmad Egambardi apandim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida chet ellarda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni Dunyo Uyg'ur qurultayining bu vaqtdagi chaqiriqiga qizg'in ovoz qo'shishga dalolat qilib mundaq dedi. Assalomu alaykum. Şərqi Türkistanlıq, Uyğuristanlıq əziz qarindoshlar, suyumli vatandoshlar. Aldı bilan sizlarni mushu o'tayotgan Novruz bayrami bilan chin ko'nglimdan tabriklayman. Ham shuning bilan birga ata payshanba kunidan boshlab boshlanadigan 12 oylarning sultoni Ramazan bayrami bilan chin ko'nglimdan tabriklab, aqasinglarningki ro'za Ramazan jarayonida Allohga qilgan ibodatlaringlarni, izgi tilaklaringlarni vatanimiz Sharqiy Turkiston ham Uyg'uriston uchun mustaqilligi uchun qilgan tilaklaringlarni Alloh qabul qilib, xalqimizning erkin, azod yashashiga yangi yo'llarning ochilishini chin ko'nglimdan tilayman. Shuning bilan birga yaqinda Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Ayso Myunxendagi o'zining ijaraga elingan ofisida o'tirib, dunyodagi Sharqiy Turkistonlik, Uyg'uristonlik qarindoshlarimizga alohida bir chaqiriq qildi. Bu chaqiriqmi Dunyo Uyg'ur qurultiyi 2004-yili qurilgandan keyin hozirgacha bo'lgan orliqda o'zining maxsus bir joyi bo'lmay, ijaraga ilinayotgan kichikgina uylarda xizmat qilayotganligini aytib, bundan keyingi Dunyo Uyg'ur qurultiyining taraqqiyoti qiladigan ishlar uchun alohida bir ofislarning ilinishining lozimligi, ham shuning bilan bir joyning ilinishining lozimligi haqida dunyodagi Sharqiy Turkistonlik, Uyg'uristonlik qarindoshlarimizga alohida chaqiriq qildim. Men Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki turgan yerlarni 1999-yili 2-chi qatimliq Sharqiy Turkiston Milliy qurultiyining yig'inlarida ko'rgan. Shu jarayondan mana talay yillar o'tib ketdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Sharqiy Turkiston Uyg'uriston xalqiga vakolat qilgan holda dunyoda siyosiy, ijtimoiy, diplomatiya jihatlardan zo'r ishlarni qilyotdi. Ham dunyo davlatlarining
Bulupmu Amerika ve Avrupa devletleri başçılığındaki demokratik erkin dünyanın itiraf kılışına Dünya Uygur Kurultayı müyesser bolalıdı. Muşundak bir teşkilatımızın bugünkü günde aşındak tarçuk bir orullarda turuşunun özü dünyada yaşavatkan 2 milyondan uşuk Uygurlarının yüzü şan şerifige düşürülgen bir dağda hesaplayman. Şunun için ben özen bir peşkadem kerindişinle buluş süptüm bilen dünyadaki varlık Şarkı Türkistanlık, Uyguristanlık kerindaşlarımni Dünya Uygur Kurultayı'nın bir özüge məxsus cay, ofis ilişi üçün çakırgan çakırgını çin dilimden kollayman. Özenlegi məlumluqken Germaniyanın şaraitida icariga ilingan öylerde varançırın kılışka artıkçı bir işlerini kılışka ruhsat kılınmaydı. Kaçaniki şu öy cayla ofisla özünün bulmagıca bazı işlerini kılış mümkün emas. Dünya Uygur Kurultayı bunun dinki özünün terakkiyatıda köpligen işlerini, köp kıllık hizmetlerini kılış gerek. Muşundak bir ahvalda Dünya Uygur Kurultayı'na bir cayının bir imaretinin setip ilinişi bek mühim. Şunun için barlık Şarkı Türkistanlık, Uyguristanlık kerindaşlarımni muşu meselege alayda köngül bölüp Dünya Uygur Kurultayı'nın bir bina setip elip bunun dinki Şarkı Türkistan Uyguristan davasının texmo rivajlanıp algı bisişiga her kaysımızdan azraqdan yardım kılıp şunu emelge aşırış için barlık kerindaşlarımni Dünya Uygur Kurultayı'nın reisi Dolkun Eysa'nın çakırıga avaz koşuşqa çakırmadı. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutma. Allohga omonat.